Assalomu alaykum hammaga. Ayriliqdalar yana birga bo'ladimi degan mavzu bo'yicha ko'ringizlar degan ekan. Ayriliqdalar yana birga bo'ladimi degan mavzu bo'yicha ko'ramiz. Har doimgidek kartaga energiyalarga borasizlar. 3 ta variant qilaman. 3 ta variantdan bittasini tanlaysizlar. Bunday bo'lsa boshladik. Birinchi variantdan boshlaymiz. Ayriliqdalar birga bo'ladimi? Ayriliqdalarni ayrilganligidan ahvoli qay ahvolga tushgan? Ayriliq qanaqa nimalarga solyapti? Nima deydi? Vaziyatlarga. Xo'p, birinchi variantni boshlaymiz. Ayriliqdalar aql bilan ish tutmoqchi, har doimgidek. Sevgi bilan emas, aql bilan ish tutaman deyapti. Rejalari bor, aql bilan rejalan olaman deyapti. Xo'p, hozirgi holati. Qarorlari qat'iy, menimcha, urushib qolgan bo'lsangizlar yoki gaplashmayotgan bo'lsangizlar o'z aloqaga chiqsin, yo bo'lmasa o'zi yozsin degan maqsadda turibdimi, shunaqa holatlarda turibdi bu inson. Albatta o'ylovlarda analiz qilyapti, o'tgan nimalarni siz bilan bo'lib o'tgan xotiralar deydimi yoki vaziyatlar deydimi, shunaqa narsalarni analiz qilyapti. Xo'p, qarorlari qat'iy. Kelishi bor bu inson. Kelishi bor, kelish ko'nglida bor bu insonni. Prosta hozirda qanaydir birinchi o'z harakat qilsin degan holatda turibdi. Xo'p, dalsha. Hayotida nima bo'lyapti? Boshqa shaxs topmadimi? Uchinchi shaxs topib olmadimi bu inson hayotida? Xo'p, pul kelishi bor, mehnat qilayotganligi bor. Yo'q, o'ylovlarda turibdi, rejalarda turibdi. Menimcha uchinchi shaxs topgani yo'q. Faqat va faqat birinchi qadamni urushib qolganlar uchun birinchi shu siz tashlashingizni xohlayapti bu yerda, albatta. Faqat qat'iy qarorlarga kelib olgan, arazlab olgan yigitni guli yoki qiz poshshamiz. Xullas, birinchi variantdagilarga qadamni birinchi o'zi tashlashini kutyapti. Endi ikkinchi variantga ko'rib chiqamiz. Ikkinchi variant tanlaganlar nima bo'ladi? Hayotida nima bo'lyapti dalshi? Hozirgi holati qanday? Hozirgi holati, ya'ni siz bilan munosabatlar to'xtagan va bu to'xtagan munosabatlar unga qay darajada ta'sir qilyapti? Sovuq kunlarga tushib qolyapti, siqilishlarga tushib qolyapti, ezilib qolyapti, hech narsaga nimasi yo'q, toqati yo'q, rosa jo'stki nimalarda turibdi. Nima deydi, bir hech tomondan yordam kelmayapti bu insonga, lekin mavjud nima hozirgi ahvoli shunaqa bo'lgani bilan kelajagi taqdiri, ya'ni kelajak taqdiri, kelgusi kunlari yaxshi, iliq kunlari kelishi, agarda pul muammosi bo'layotgan bo'lsa, pullar kelishi ko'rinyapti. Kimnidir deb rosa siqilib qolgan, rosa ezilib qolgan, kimnidir yaxshi ko'rishi bor, rosa o'sha kishiga qarab talpinyapti bu inson, o'sha kishini sog'inyapti. Mavjud bu sizmisiz? Sizdirsiz menimcha. Xo'p, yana nima bo'lyapti? Lekin bu ham o'zicha g'ururlilik qilyapti. Birinchi o'zi yozsin, birinchi qadamni o'zi tashlasin degan fikrda turibdi. Xo'p, birinchi qadam siz tashlaysizmi, u tashlaydimi? Bilasizmi, birinchi qadamni ikkalangiz ham tashlamasangizlar vayronagarchiliklar bo'lib, dalshi buzilib ketishlar oqibati bor bu yerda. Har qancha yaxshi ko'rmasin, baribir g'urur degan narsa turibdi bu yerda. Nima gap so'z bo'lib o'tgan bilmayman. Lekin g'urur degan narsa ham turibdi. Lekin bo'mi, menimcha u inson o'zi birinchi qadam tashlaydi sizga. O'zi birinchi qadam tashlab sizga tomon keladi. Bu yerda yaxshi karta chiqdi. O'zi ahvoli ham, yigitimizni, qizimiz ahvoli ham o'zi birozgina og'ir holda turibdi. Bu kelishi aniq. Kelmasa tang bo'lib qoladi u kishining ahvoli. Xo'p, endi uchinchi variantdagilarni aqldagi insonning holati. Bu janjal qanaqa ta'sir qilyapti bu insonlarga? Bu inson bayram qilyapti bu inson. Nima sababdan buncha baxtli bu inson hozirgi hayotida? Yoki uchinchi shaxs topganmi yoki uchinchi shaxs bormi rejasida? Ko'ramiz.
qanaydir kimnidir yaxshi ko'rishi, kimgadir talpinishi, kimnidir sog'inishi tushyapti bu yerda. Xo'p, bu uchinchi shaxs topganmi yoki aqldagi insonni sog'inyaptimi? Aqldagi insonni sog'inayotgan bo'lsa, menimcha bayram o'yin kulgiga sig'masdi bu insonni. Qat'iy qarorlarda turibdi, men qira olmayman, nimaman degan qarorlarda turibdi bu inson. Men o'zim ushlagan joyimni kesib olaman degan qarorlarda turibdi bu inson. Bu inson bilasizmi, tanlovlarda ham turibdi bu inson. Mavjud anaqa hozirda siz bilan munosabati yaxshi bo'lmaganligi bilan ishi yo'q bu insonning. Bu inson faqat izlanishlarda, tanlovlarda, imkoniyatlarga qarayapti. Bu inson menimcha boshqa bir shaxs izlayaptimi yo bo'lmasa boshqa bir shaxslarni tavsiya qilyaptimi, uchinchi shaxslarni bu insonning hayotiga. Bu inson ham o'ylovlarda qolgan, hozirlarda mavjud bo'lsa, bo'yli bo'lmasa boshqa tanlayman, boshqa uylanaman, boshqa bilan gaplashaman, borsin degan holatlarda ham turibdi bu inson. Osilib ham qolgan, lekin ikkilanishda ham bu inson birozgina. Imkoniyati chetdan nimalarga rosa imkoniyat ko'p kelyapti bu insonga. Bu inson urushmoqchi siz bilan. Bu inson nima sabab bo'lib o'tgan? Bu inson siz bilan urushmoqchi yoki qandaydir biz kelishmaymiz, kelisha olmaymiz degan qarorlarda turibdi. Biz bir-birimizga mos emasmiz degan qarorlarda turibdimi? Qandaydir bir shunaqa vaziyatlar ham bo'lyapti bu insonda. Xo'p, oxirgi kartani olaman. Dalsh yarashib ketasizlarmi yoki tamommi? Yo'q, menimcha yarashib ketish tushmadi bu yerda. Chunki bu yerda ilonlar qurshab olgan, qarshichiliklar ko'p yoki o'zi tomonidan yoki siz tomonidan qarshichiliklar ko'p bu inson. Bu inson ham qadam tashlash niyati yo'q ko'rinmayapti, chunki menga Mura sen bo'lmasang boshqasi deganday vaziyatda turibdi hozirda. Lekin kimnidir yo sog'inishi, yaxshi ko'rishi, ichidan talpinishi bor bu insonga. Xo'p, yo'q, bu inson yarashmaydi ham, birinchi kelmaydi ham qadam tashlab. Bu insonga nima deydi, farqi yo'q, qarochi. Yo o'zingiz qadam tashlashingiz kerak bu munosabatlarda yoki bo'ldiqqa to'xtatishingiz kerak. Ochirim, endi karta nimani ko'rsatsa o'sha aytaman. Xafa bo'lib, unaqa edi, bunaqa edi, menga tushmadi, bo'lmagan gap, karta falon gap deb meni boshim qotirib ortiqcha nimalar yozmanglar. Ishonmasanglar, ko'rmanglar, tamom o'tkazib yuboringlar. Uzoq yozib, karta falon emas, karta tugon emas deb olmayman. O'zlaringga men olmayman men bu energiyani. Men taqdirimni o'zim qo'limda, taqdirimni o'zim o'zgartiraman deganlaring bilan qizlarjonlar, baribir bu peshonangda bo'lsa qochib qutula olmaysan. Men xudo emasman, prosta ko'r tushgan narsani ko'rsataman, tamom. Yoqmasa o'tkazib yubor. Men boshim qotirib unaqa demanglar. O'zlaring bilan o'zlaring ichki kechirmalaring bilan o'zlaring jang qilmanglar. O'zlaringga qarshi o'zlaring jang qilib, meni ham boshim qotirib, bu yerda menga har xil nima gaplar yozmanglar. Yoqmaydimi? Sen ishonmaysanmi? Ko'rma mavjud, tamom. Shaxsiy o'chirim uchun WhatsApp nomerim qoldiraman, bemalol murojaat qilishlaring mumkin.